Mana siz Toshkentda kattadan katta proyektlar bilan shug'ullanasiz. Mana shu uylarda dizayni bo'yicha, aynan qurilish sohasida. Bu dizaynlarga aynan qanaqa mahsulotlardan foydalanasiz? Emulsiya bo'yicha. Emulsiya bo'yicha biz partnerlarimiz juda ham ko'p. Asosan dizaynerlar ranglardan foydalaniladi. U realizatsiya paytida kelgan partnerlar bilan qanaqa emulsiyalardan foydalanish haqida gaplashamiz. Tikurilar bilan ishlaymiz asosan. Vaziyatdan kelib chiqib, klient budjetidan kelib chiqib ishlaymiz. Chunki biz misol uchun shu narsa zo'r, shu narsa yaxshi deb taklif berganimiz bilan klient budjetiga qaraladi. Mijozlarimiz hozirgi kunda tikurilar haqida fikrlari qanaqa aka? Fikrlari zo'r. Misol uchun har xil vaziyatingizga qarab taklif bera olgani uchun tikurilarni talashyapti. Chunki sizning xonangiz qanaqa vaziyat, misol uchun basseynli zonaga boshqacha kraska ishlatish kerak, nam bo'ladi-yu. Sport zonalariga, uyingizga qanaqadir nafas olishi, tekstura, ximikatlari, ichidagi allergiya berish, bermaslarini ham hisobga olib sizga taklif beradi. Agar o'zim qilaman desangiz, o'zingizga ham qo'yib beradi. Endi tikurilarni shu darajada ustunlik tarafi ko'p kelib aytganingizdek, misol har bitta yuzi uchun maxsus bo'yoq ishlab chiqargan. Oshxona uchun deysizmi, hammom deysizmi, yotoqxona, bolalar xonasi, hattoki ofislar uchun ham. Keyin ba'zi emulsiyalar bor shunaqangi bog'chalarga ishlatishadi, ya'ni doska o'rnida. Balalar bemalol melda chizishadi va uni o'chirishadi. Xuddi o'sha doskani 50 ming xildan ortiq ranglar orqali tayyorlasa bo'ladi. Uylarga ishlatilgandek. Xo'p, aka, siz samimiy fikringiz uchun kattakon rahmat. Sizni yana filiallarimizda va showroomlarimizda kutib qolamiz. Aka, salomat bo'ling. Rahmat katta. Sog' bo'ling.